Juda chiroyli va tartibli taxlabsizlar. Zo'r. Shirin, Labay. nimalar qilyapsiz? Stokimizdagi barcha kapsulalarni yangi yacheykalarga taxladik va Yaxshi. yangitdan nomerladik. Shu nomerlar bo'yicha yangi katalog yasadik. Zo'r. Bunda standart plastmas kapsulalarimiz 257 ta, Xo'p, metal kapsulalarimiz 44 ta va dizaynli kapsulalarimiz 42 ta. bularni juda tartibli joylabsizlar. Bularni hammasini tushunib qilyapsizmi? Tushunib qolaman, lekin menda bitta savol bor. Stokimizdagi standart kapsulalarning yarmini rangi qo'limizdagi poliester iplar rangiga to'g'ri kelyapti. Aha. Yarmi esa to'g'ri kelmayapti. Bu to'g'ri kelmagan rangni biz nima qilamiz? Shirin, juda yaxshi savol. Men sizga buni hozir tushuntiraman. Keling. Xo'p, qarang Shirin. Bu xom shnur. Xom shnuri odatda material bilan birga bo'yaladi. Uni rangi nostandart bo'ladi. Nostandart rangi tayyor kapsulalar bizda stokda doim bor. Bizga u rangi tushmagan kapsulalar kutilmagan keladigan ranglar uchun zapas bo'lib turadi. Bo'yalgan shnurni rangi stokimizdagi kapsulaning rangini birortasiga tushmasa-chi? Bo'yalgan shnuri rangi qo'limizdagi stokdagi kapsulaning rangiga tushmasa, unda kapsulani bo'yatish imkoniyati bor.